alaykum. Ismim Shohrux. O'zbekistondagi VMaster Trade kompaniyasini mijozlarni qo'llab-quvvatlash bo'limi rahbariman. Sizni oxirgi qilgan payoutingiz bo'yicha bir qancha savollarim bor edi va undan oldin o'zingizni tanishtirib o'tsangiz, yoshingiz nechida, qayerdansiz? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ismim Muhammad Ayub. Yoshim 32 da. Bu VMaster Trade kompaniyasini bir 3-4 oy emas, ancha bir 5-6 oy bo'ldi. O'zbekistonda shu o'zlarining partnyorlaridan eshitib, imtihonsiz prop shotlar deb nima qilishgan, tajriba uchun foydalanib boshida kichkina shot olib ishlab ko'rganman, keyin kattaroq olib ishlab shu natijaga erishdi. Trading faoliyatingizga qisqacha to'xtalsak, umuman o'zi trading sohasiga kirib kelishingizga nima sababchi yoki nimalar sabab bo'lgan? Yoki biror kim tavsiya qilganmi tradingga kirishni? Trading sohasiga kirib kelish shu bir 3 yil atrofida, 3 yil 4 yil bo'ldi. Qiziqib internetda unda hali nima deydi, bu trading mashhur bo'lmagan narsa edi. Qiziqib oldin nima qilganmiz, lekin hali astoydil nima qilinmagan, kirishilmagan. Endi shu hozir bir o'sha 5-6 o'sha nima shu VMasterda ishlab shunda hali nima qildim. Tushunarli. VMaster Trade, ya'ni bizni kompaniya haqida birinchi bo'lib kimdan eshitgansiz? Qaysi manbalardan ko'rgansiz? Sizlarda kompaniyalar haqida birinchi bo'lib o'sha O'zbekistonga partnyorlar Saodat Shahnoza shu gruppa ochgan-ku, ular shu gruppada ko'rganman. Affiliate hamkorlar. O'sha olishimda ham qo'ldan kelgancha yordam berishgan, hammasida yordam berib, keyin misol sizlarda bildi bitta ofitsiantlar nimalar. Ungacha faqat o'shalar yordam berib, nima qilishgan, rahmat. Tushunarli. O'zi tradingda savdo qilishdan asosiy maqsadingiz nima yoki trading asosiy sohangizmi? Boshqa kasb bilan ham shug'ullanasizmi? Yo'q, men o'zi umuman ishim boshqa. Bu trading hobbi sifatida qarayman bunga. Qo'shimcha ish, qo'shimcha daromad sifatida. Qo'shimcha daromad, to'g'ri. O'zi kasbingiz umuman tubdan farq qiladi, to'g'rimi tradingdan? Umuman boshqa narsa kasbim. Sizning savdo usullaringiz, strategiyalaringiz haqida qisqacha to'xtalib o'tsak, qanday strategiyalardan foydalanasiz? Endi bunisi sir bo'lib qolsin. Tushunarli. Hamma treyderda o'zini strategiyasi bo'ladi va uni sir saqlashga haqli, to'g'ri. Sizning MetaTrader yoki TradingView hisobingizni ko'rib biror bir savdoni tahlil qilib berishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Iltimos sizni nima deydi, bajonidil bajarardim, lekin men hozir ishxonada nimadaman, sharoit yo'qligi uchun sizga ko'rsatib berayman, chunki hozir siz bilan ham telefon orqali gaplashyapman. Tushunarli. Savdoda robotlardan, misol bizda kompaniyada ta'kidlab o'tiladi, expert advisorlar yoki shunga o'xshash programmalardan foydalanasizmi yo o'zingiz kirasizmi savdoga? Yo'q, men umuman robot narsalarda umuman nima qilmayman. O'zim o'sha nima deydi, analiz qilgan joyimga kelsa kiraman, bo'lmasam kunlab bo'lsa ham kirmayman. Nima deydi, o'sha faqat mo'ljallagan joyimga kelsa kiraman, vaqtda nima qilib chiqib ketaman shu. Misol uchun qaysi savdolarni ochish va qaysilarini o'tkazib yuborishni qarorini qanday qabul qilasiz? Ma'lum bir risk bilan kirasizmi? Chunki kompaniyada ta'kidlab o'tiladi, bizda o'rgatish bo'yicha 2% risk bilan kiriladi, to'g'rimi savdolarga? Siz ham shunga amal qilasiz, to'g'rimi? Amal qilaman. Boshida amal qilmay ko'p pand edi, endi bundan ba'ga nima qilib. Endi hozir riskni boshqarish, ya'ni bir xavotirni, qo'rquvni boshqarishga to'xtalib o'tsak, hozir ko'p treyderlar slip bo'ladi, stop loss qo'yishmaydi, take profit qo'yishmaydi, shundoq kirib, shundoq chiqib ketishadi bozordan. Siz shularga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Endi bitta narsa, bu kazino emas-da. Qimor emas. Bizda ko'pchilik mana shunga nima deydi, haligi birpasda
pulim ko'payib ketadi yo boyib ketaman deb nima deydi arzimagan summalar bilan kirishyapti. Misol u не только prop boshqada misol $100 $200 razgon degan narsa chiqqanu u odamni hayron qiladigan narsada undan Mm, stabil ishlab misol bir kunda $1000 topmasan $10 topsan zato xotirjamligini yo'qotmasin. mhm. Siz asosan qaysi paralarda, qaysi juftliklarda ishlaysiz? Metallda ishlayman faqat tilloda. Mm, tillarda. Juda yaxshi. Trading psixologiyasini boshlagan edik. Misol uchun hamma treyder yo'qotadi, ya'ni minus bo'ladi. Shu holatlarda bu depressiyaga ko'p tushib qoladi odamlar. Shundan chiqib ketish uchun nimalarni tavsiya qilasiz o'zingizni tajribangizdan kelib chiqib? Hmm. Bozorga qaramaslik kerak. Iloji bo'lsa stop olgandan keyin o'sha kuni MetaTrader'ni o'chirib tashlash kerak. Masalan, qaytib kirib yana qaytib Ha, o'sha nimani qoplayman deb. to'g'ri. Ko'p insonlarda shunaqa bo'ladi, minus qilganini qoplayman deb yana harakat qilib, yana minus, oxiri slivga olib keladi, to'g'rimi? Misol odam man boshida shunaqa ishlaganman. Nima deydi? Mana misol bir kunlik 5% misol prosentka berilsa, misol prop hisoblaydi. Bitta paraga 2% berilsa, o'sha 2% basu shunaqa kunlar ham bo'ldi. Misol 2% dan risk qilib turib 5% ga taqagan kunlarim ham bo'ldi-da, tiragan kunlarim ham. Mm. Bu endi siz istasiz istamasangiz savdo qilolmaysiz avvalgi. Shot To'g'ri. ketadi. Shunaqa qilib misol boshida nima deydi? O'zimni hali nima qilib, buncha oyga oldim xolos deb turib, qanchadan qancha Mm. misol xatolar qilib yo'qotdim-da o'zim pulimni. Mm. Demak, savdo qilishda kuchli psixologik holatni saqlash uchun kitoblar o'qiysizmi, videolar ko'rasizmi? Ya o'zim ishimga fokusimni qarataman, bunga umuman yaqinlashmayman. Mm. Sizningcha muvaffaqiyatli savdoda sabr qanchalik muhim? 99% muhim. Strategiyasi ham 99. hech qaysinisi kerak emas. Demak, sabrli bo'lish kerak. 99% sabr, 1% keyin shu strategiyasimi, nimasi bo'lsa ham. Mhm. Vmaster Trade haqida ozgina to'xtalib o'tsak, ya'ni bizning platforma sizga ancha imkoniyatlar berdi, ya'niki riskni qanday boshqarish, kunlik drawdownlarni boshqarish, ya'ni sizga ancha ta'limiy jihatdan ancha yordam berdi, to'g'rimi? Albatta. Mm, Psixologiya odamni stabil ishlashga o'rgatar ekan. Men misol bundan oldin o'sha o'tgan 2 yil oldin bitta prop Seacrest eski nom MyFunded FX degan propda ishlab ko'rganman. Misol unda kunlik prosentka 5%, misol bitta zilkangizni o'zini ham misol 5% gacha tushaverasiz-da. mhm. Bu degani haligi odamni xotirjam qilib qo'yadi. To'g'ri. Bunda unaqa narsa emas ekanda. Lekin unda misol xohlaganingizcha foyda ham qilaverasiz-da u nimada. Mhm. Lekin bunda stabil ishlashga odamni intizomli, tartibli savdoga o'rgatib boradigan narsa ekan. To'g'ri. Vmaster Trade kompaniyasi platformasi haqida umumiy tajribangiz, fikringiz qanday? Boshqalarga tavsiya berasizmi? Tavsiya beraman. Sababi men o'zim real nima qilganim uchun, foydalanganim uchun, hamma narsasini ko'rib, ishonch hosil qilganim uchun 100% tavsiya beraman. Hali kimlardir yechib bermaydi, boshqa qilmaydi deyishi mumkin, lekin men o'zimda sinab ko'rdim. Shuning uchun tavsiya qilaman hammaga. Mhm. Mijozlarni qo'llab-quvvatlash tizimi bor. Siz bilan muntazam aloqada bo'ldik va ushbu tizimni qanchalik baholaysiz? 5? Birdan 5 gacha Mm, bo'lsa 5, 10 gacha bo'lsa mm. 10. Demak, bizni mijozlarni qo'llab-quvvatlash tizimi sizni qoniqtirdi, to'g'rimi? Ha. Qanday takliflaringiz bor? Agar kompaniyaga nisbatan, qo'llab-quvvatlashga nisbatan takliflaringiz bo'lsa, bildirib o'tsangiz. Taklifim emas, jalbam bor deydi. Takliflar bo'lsa berishingiz mumkin, jalba ham berishingiz mumkin. Taklif o'zi yaxshi hammasi. Taklif ortchani jalbam shu marta shotim haligacha muzlayotibdi, shu shotimni
Bo'ldi, tiklaverish tiklab yana beramiz, Xudo xohlasa. Ee, Suhbat to'rt uchun oy bo'ldi. rahmat. Bo'ldi. Suhbat uchun rahmat. Keyingi savdolaringizga omad, ishlaringizga Rahmat rivoj. sizga ham. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat.